Takyo, biz bugun bir kun gaplashgan dachamda bir kunimizni o'tkazamiz. Bu yerda daraxtzor do'stlar. Daraxtzor va dachamizning chetida daraxt bor. Eshik boshqa qoldi. Buni olamiz deyin. Şuradan koyalım. Ay, yana boshqacha bo'lib qoldi. Bizlar eshikni ham quroldik. Bu bizning mashinamiz. BMW. Bu dachani tanishtirib chiqaman. Bu yotoqxonasi ekan. 3 kishilik yotoqxona. Bu yerda bor yo'q 3 kishi tomosha ekan. Bir ikkita do'stim bor edi, ular ishim bor deb yana uyga qaytib ketdi. Bu televizorxona. Qaranglar. Ozroq televizor ko'ra olay, videoni qo'shaman do'stlar. O televizor boksimiz boshlanadi, boksni ko'ra oldim. Bu yer balkon va bu yer oshxona. Bu yer xolodilnik. Muzlatgichda hech narsa yo'q. Bu yer taom tayyorlash joy. Bu yer va oshxona. Oshxonada stol va stol. Bu yerda chiroqlar bor. Bu yerda esa sina qana ketdi do'stlar. Oy. Mashinamda. Qolmadim. Qo'ylarga ham shafqat. Daraxtzorda aylanib chiqamiz. Do'stlar, daraxtzorda aylangim kelmadi. Demak, o'yim bor endi mana shu daraxtlardan. Mana shu dachamizga kirib olamiz do'stlar. Tepaga chiqib olib, shalqolda tushib ketishimga do'stlar. Mana shu yerdan tushib ketishimga qoldi. Do'stlar, ko'rdilaringmi? Tushib ketishimga sal qoldi o'zi ham. Mana javoncha hech narsa yo'q javonlarda. Ko'chada nima qilamiz endi? Mashinamga garaj. Mashinamga o'tirib olaman deyin. Davay haydaymiz. Qo'shilsin. Bor bo'lgandan keyin magazinga borib kelamiz. Kiyim sotib olib kelamiz. Borib bo'lgandan keyin qo'shaman do'stlar. Nihoyat keldik do'stlar. O'zi ham 1 soatlik yo'l bo'ldi. Assalomu alaykum. Kimsiz? Men YouTuber Xushnud aka. Salom. Men kiyim olgani keldim. Sizga qanday kiyimlarimiz kerak? Mengami? Ko'k kiyim va sariq kiyim kerak. Bizda oxirgilari qolgan siz uchun.
O rahmat. Qaysida? O'rtadagi sandiqlarda va pastdagi sandiqlarda. O rahmat. Mana bunda mana ekan. Mana shularni va ularni olamiz. Hey aka, bular necha pul bo'ladi? Bular bir stak zumrad bo'ladi. O bilib bir stak olib mana talab hozir beraman. Mana sizga. Ela olasiz. Bo'pti mayli. Mana mashinamizga minamiz. Yo'q. Birinchiga olamiz. Mana va mana va mana. Yo'q. Mana va mana. Qanday bo'ldi do'stlar? Mana bu yoqqa solib qo'yamiz va uyga borgandan keyin videoni qo'shaman. Uyga keldik do'stlar. Mana u eshik qayerdandir uchib keldi degan boshimga tegdi do'stlar. Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Taylab qo'yamiz do'stlar. Mana shu do'stlar o'zi kech bo'laman deb qoldi do'stlar. Sizlar bilan Xushnud bo'ldi. Bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna va like tugmachasini bosib qo'ying va qo'ng'iroqcha chiqadi. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysalaring, sizlardan birinchi bo'lib yangi chiqargan videolarim birinchi bo'lib ko'rasizlar do'stlar. Xayr.